7 ot kuchli motoblok bilan agatlarda olishda va yerlarni ag'darishlik uchun motobloklarga qanday agregatlar olsam bo'ladi degan akalarimizga bugun sizlarga agroservis do'konlarimizdagi 7 ot kuchli motoblogimiz uchun bir korpusli pluglarimiz. Ko'pchilik akalarimiz biladi bu pluglarni. Faqatgina yer ag'darishlik uchun mo'ljallangan. Ikkinchida turgan motoblogimizdagi agregatimiz esa universal plug hisoblanadi. Bu universal plugimizni xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga, xohlasangiz o'rtaga qo'yib ham ishlatishlaringiz mumkin va balonlarning iziga ham legirovka qilib, xohlasangiz o'ng tomonni balonni iziga, xohlasangiz chap balonni iziga ham olib ishlatishlaringiz mumkin. Uchinchida turgan agregatimiz esa ko'pchilik akalarimiz kutgan universalni agat oladiganlarimiz. Agatlarni olishlikda e'tibor beringlar, razmerlarini xohlagan razmeringizga katta, kichik qilib ishlatish uchun mo'ljallangan. Xohlasangiz o'ng balon, xohlasangiz chap balonga legirovka qilib ishlatiladigan universal agat oladiganlarimizdan ham olib kelib qo'ydik. Undan keyingi motoblogimizda turgan agregatimiz esa universal plugimizni original variantlaridan bo'ladi. Bularimiz ham xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga, xohlasangiz o'rtaga qo'yib ham boshqarish imkoniyatlaringiz bor. Agatlarni olishda va yerlarni ag'darishlik uchun mana shu turdagi agregatlardan bittagina xarid qilib oladigan bo'lsangiz, sizga 3 ta, 4 ta funksiyani bitta mana shu universal pluglar va universal agatlarni o'zi hamma ishingizni qilib bera oladi akalar. Hozirda bu agregatlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shu videolarimizga bitta like tugmasini bosib, kommentariyada omad yozib qoldiradigan akalarimiz uchun bu agregatimizni hozir aytib o'tilgan narxidan albatta tushirib, arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Bo'lmasa videomizni boshladik. Ko'pchilik akalarimiz bilgan mana shu agregatlarimizni hozirgi kunda eng original bo'lgan motobloklar bilan ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. TX Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchli motobloklar uchun bemalol mana shu turdagi agregatlarda qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Motobloklar ichida eng baquvvati hisoblangan TX motobloklarimizni ham 4 xil modellardan olib kelib qo'yganmiz. 150 tali, 250 tali, 350 tali va 450 tali katta korobkali variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Bu motobloklarimizni ko'pchilik akalarimiz biladi, sifat tomonlama, quvvat tomonlama eng katta reduktorli 450 tali, 150 tali, 250 tali, 350 tali reduktorli variantlaridan bor akalar. Xo'p, bu motobloklarimizni hozirgi paytda yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Soatiga 1,5 litr benzin rasxod qiladigan bemalol 60, 70, 80, 90 agat oralarini kultivatsiya qilishlikda va yerlarni ag'darishlik uchun va undan tashqari hamma turdagi agregatlarda boshqarib ishlatishlik uchun mo'ljallangan motoblok hisoblanadi. Bu motobloklarimizni aytib o'tganimdek har xil reduktorli variantlari bor. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu motobloklarimizni o'zini narxini 3 million so'mdan boshlab 4 million 500 ming so'mgacha variantlari bor. Kelib bemalol tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Agarda komplekt holatida xarid qilib olaman degan akalarimiz uchun hozir aytib o'tilgan narxlardan ham albatta tushirib skidkalarni qilib beramiz. Xo'p, e'tibor beringlar, motoblogimizga ham qisqacha ma'lumotlarni aytib o'taveramiz. Birinchida turgan motoblogimiz 7 ot kuchli TX motoblogimizni yoqilg'i turi benzinli bo'lgan, yurgizish joylari zavodnoy orqali 150 tali korobkali varianti. Motorlari 170 motor, oldiga 2 ta skorosti bor, orqaga 1 ta skorost bilan jihozlangan bo'ladi. Bu motoblogimizlar o'zini komplektdan chiqadigan frezalari, dokumenti, kulishlari va sifatli bo'lgan original modellariga garantalari va eng arzonchi bo'lgan 3 million so'mlik variantlariga esa bez garanta variantlarini qilib beramiz akalar. Xo'p, motobloglarimizga qo'yib o'tilgan agregatlarimizni e'tibor beringlar. Ko'pchilik akalarimiz mana shu turdagi bir korpusli pluglardan olib foydalanishardi, lekin bularda davri o'tdi akalar. Endi do'konimizdan aytib o'tganimdek universalni pluglarimizni 4 xil variantidan, har xil turdagi assortimentdan olishlaringiz mumkin. Bu universalni pluglarimizni
E'tibor bering. Xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga va undan tashqari tepasidan ligirovka qilib, lapkalarni ko'tarib, tushirib ham ishlatishlaringiz mumkin. Bu universalni plugi yordamida o'rtaga qo'yib olib, agatlarni olish uchun ham ishlatishlaringiz mumkin. Va agatlarni olish uchun, yer haydash uchun, kartoshkalarni kavlash uchun eng qulay variantdagi pluglarimiz hisoblanadi. E'tibor bering, bu plugimizni ham aytib o'tganimdek, eng oxirida turgan original variantlari va arzonroq variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Undan tashqari plugdan tashqari universal agat oladiganlarimizdan ham olib kelganmiz. Funksiyasi mana shu bilan bir xil bo'ladi akalar. Buni ham o'ng tomonga, chap tomonga ligirovka qilib ishlatishlaringiz mumkin. Buni eng qulay tomoni ligirovka qilib agatlarda kattaroq, kichikroq qilib ham ishlatishlaringiz mumkin. Mana shu bitta boltni yechgan holatingizda kattaroq, kengroq, torroq qilib ishlatishlaringiz mumkin. Bularda ham lapkalarni ko'tarib, tushirib ishlatsangizlar bo'ladi. Holatiga qarab, yerda holatiga qarab razmenlarni ligirovka qilish imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, undan keyingi motoblogimizda turgan agregatimiz esa universal plugimizni aytib o'tganimdek, har xil turdagi assortimentlarni olib kelganmiz. Bunimizni o'rtaga qo'yib turib, tepada ligirovkalarni qulayroq variantdan qilib qo'yganmiz. Xohlaganlar mana shu turdagi universal pluglarimizdan ham olishlaringiz mumkin. Bu universal pluglarimizni aytib o'tganimda 2 ta 3 ta funksiyani bittada bajarib bera oladi. Kartoshkalarni kavlashda, agatlarni olishda va plug sifatida yerlarni haydashda ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, motobloglarimiz uchun komplekt holatda temir balonlarimiz ham bor. Temir balonlarimiz ham shiroki, узкий variantlaridan e'tibor berishlaringiz mumkin. Har xil assortimenti bor. Bularimizni ham hozirgi paytda bizning do'konlarimizda e'tibor beringlar. Aytib o'tganimdek, motobloglarimizda TX motobloglarimizda 4 xil varianti bor. Universal pluglarimiz, mana bir korpusli pluglarimizni o'zini ham 4 xil, 5 xil assortimenti bor akalar. Xo'p, bu pluglarimizni eng arzon modellari 200 ming so'mdan boshlab akalar 1 million 300 ming so'mgacha har xil varianti bor. Listlarni qalin yupqaligi va ligirovka bo'lishi bo'lmasligiga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Motoblog xohlaganlar uchun motobloglarimiz ham har xil assortimenti bor. Bemalol kelib motobloglardan ham olishlaringiz mumkin. Menga eng zo'ri va eng sifatlisi bo'lsin degan akalarimiz uchun har doimgidek akalar 450 talik katta korobkali variantlarini tavsiya beramiz. Bu motoblogda ko'pchilik akalarimiz uje ishlatayotgan davomida bilyapti va qo'ng'iroq qilib juda ham katta rahmatlarni aytib qo'yishyapti akalar. 450 talik katta korobkali variantlariga komplektlarga frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalargacha qilib beryapmiz. Kimga mana shu turdagi TX motobloglarni original variantlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, Vibra bor, kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Xohlaganlar uchun universal pluglarimizni assortimenti, xohlaganlar uchun motobloglarda ham eng katta kolleksiyada bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Manzillarni so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro servis do'koni. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.